ketyapti. Xonadonimizga qilgan ishlarimiz. Ko'rib turganingizdek, ro'paradagi kirish eshigimiz yonida ikkita roma bilan, bular hammasi profili termo 65 profilda bo'lgan. Shotlankalari bilan, titan oynalari bilan o'ziga xos mos holatda chiroyli chiqqan, xudo xolasa. Yon tomonda yana bir xonaga kirish eshigimiz, bu ham termo 65 shotlankalari bilan bo'lgan. Ranglariga keladigan bo'lsa, rangi mitbrash antrazit. Chap tomonda ham xuddi shunaqa, misol bitta eshigimiz, 1,5 tabaqali eshigimiz bor. Yonida 7000 Engelberg seriyadan romamiz bor. Romlarimiz hammasi ikki tomonlama ochilish. Ichki tomondan ko'rinishini bitta ko'rsatib beramiz hozir. Hozir ruchkalarni o'rnatilib, xudo xolasa ochilib yopilishlarini ko'rishingiz mumkin. Ochilib yopilishlari ham ideal holatda, xudo xolasa. Ichki tomondagi romamizni ochilishlari termo 65 seriyasi, mana ichida polyametrlari bilan. Bu o'ng tarafi. Bu tarafi mana двойной mexanizm holatda. Ichkaralari ham, ochilishlari ham cho'tka bo'libdi, xudo xolasa. Azimboy. Cho'tka sifatli qo'llagan gap yo'q. Zohidjon usta shiydalar, xudo xolasa cho'tka qilib mana o'rnatdilar. Tashqariga chiqish eshigimiz hozir bu ham ustanovka jarayonida. Mana xudo xolasa termo 65 bu ham. Tashqariga chiqish, mana soединительlarni ko'rib turibsiz. Hech qanaqa ulangan joyi bilinmaydigan holatda qilib berilgan. Bu eshigimiz, ya'ni kuxna, bu joy kuxnadan tashqariga chiqish holati. Ichkariga ochilish, yonida ikkita qanotli roma bor. Bittasi двойной, buni ham bittasi oddiy holatda ochilish bo'ladi. Bu xonamizda ham xuddi shunaqa 7000 Engelberg seriya. Bu hozir o'rnagan holatda bu. Mana двойной